Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Azam kitobidan va insonlarning Alloh bilan aloqasidir degan ma'ruzasini o'qib beraman. Allohning go'zal ismlari jadvali. Qur'oni Karim va Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislarida Allohning bir nechta ism va sifatlari bayon etilgan bo'lib, bu narsa musulmon insonni ushbu ism va sifatlarini bilishga chorlaydi. Chunki bu ismlar mo'min, iymon keltirgan xalqni tanishtirishga katta yordam beradi. Qur'on va sunnatdan kelgan Allohning ismi va sifatlari mo'min uchun o'z Parvardigari bo'lgan e'tiqodini mustahkamlash va uning zoti haqida fikrlarini charhlashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Qur'oni Karim 24 oyatdan ochiq oydin Allohning ismiga ishora qilgan. Ism so'zi uchun birlik, shakl ishlatilgan va bundan Alloh uchun faqat bitta ism borligi tushuniladi. Bunga bir nechta misollar keltiramiz. Birinchi, An'am surasi 121-oyat. Allohning nomi aytilmagan narsalardan yemangiz. Ikkinchi, ulug' va ikrom sohibi bo'lmish Rabbingizning ismi barakotdir. Inson 3-Inson surasi 25-oyat. Ertayu kech Rabbingiz nomini yod eting. Ey Muhammad, eng oliy zot bo'lmish Rabbingizning nomiga tasbih ayting. Allohning chiroyli ismi bordir. Uni o'sha ismlar bilan aytingiz. Isro surasi 2. Ey Muhammad, ayting, Alloh deb chorlaysiz yoki Rahmon deb chorlaysiz. Qanday chorlasangiz-da joizdir, zero uning go'zal ismlari bordir. 3. Taho surasi 8-oyat. Alloh undan o'ziga iloh yo'qdir. Uning go'zal ismlari bordir. 4. U Alloh shunday zotki, undan o'ziga iloh yo'qdir. U yashirin va oshkora narsalar biluvchidir. U mehribon, rahimlidir. U Alloh shunday zotdirki, undan o'zga iloh yo'qdir. U podshoh, barcha ayb nuqsonlardan pok, bandalariga omonlik beruvchi, kuzatib turuvchi, qudrat sohibi, bo'ysundiruvchi va kibr egasidir. Alloh ularning mushriklarning shiriklaridan pokdir. U Alloh yaratuvchi, yo'qdan bor qiluvchi, barcha narsaga surat va shakl beruvchidir. Uning go'zal ismlari bordir. Osmonlar, yerdagi bor narsa unga tasbih aytadi. U qudrat va hikmat sohibidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning 99, ya'ni 1 kam 100 ismi bo'lib, kim ularni aniq yodlasa jannatga kiradi dedilar. Albatta Alloh taoloning 99, ya'ni 1 kam 100 ismi bor. Kim ularni sanab yod olsa jannatga kiradi. Albatta Alloh taolo toqdir va toqni har bir amal toq bajarilganini yaxshi ko'radi. Bo'ldi va bular boshqacha.